bo'lsa, yaman tagiga to'kib qo'ydingiz. Mana bu tuproqqa aralashtirish kerak. Buni tomiri bunday ketadi-yu. Bir joyga to'kib qo'ysangiz yoki nimani? Amafosda. Amafosda. Ha, aralashtirish mumkin deyapti. Tushundim. Siz uni yamani hozir bir chinnini tagiga to'kib turib ekib qo'ysangiz, unga bitta tomir borishi mumkin. Ha. Ya ikkita tomir borishi mumkin. Hamma tomir to'liq o'sha joydan quvvat olish uchun bu yoqqa olingandan keyin sementni aralashtiramiz. Qorishtirib, yana tashlasangiz, ana unga yaxshi. Zo'r bo'ladi. Ana rahmat. Hamma tomiriga bunday beradi. Men shuncha narsa soldim, nima rivojlanmayapti? Tagiga ko'mdim, nima rivojlanmayapti? Aynan tomirga berib turib, kuydirib qo'yishadi tomirni. Kuchli narsa-yu. Bir joyga tushganiga Amafosam, silitra ham, shundoq. nima ham, karbamid ham kuchli narsa. Tekkan narsani kuydiradi. U qachon tuproq bilan sterilizatsiya bo'lib, suv bilan borgandan keyin ildizga u me'yorida ichish kerak. Hali 96 gradus spirtda bitta ichsin biladi. Shuni singari. Shuni kuydirib beradi-yu. Bitta savol beray. Hozir mana shu nimani tepasiga qarasak, rovni o'sganda, mana shu cho'plarni, mana tepadagi cho'p bor-ku o'sgan. Shuni oyandagi bet tepada o'zi ko'payapti cho'p. Bularni kessak, yana balandroq taxta olish uchun. Buni unday emas. Shuni siz